Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Buxoro viloyati Jondor tumani Oyto'g'di mahallasida 12-458-konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda qovun ekilgan bo'lib, umumiy maydoni 10 gektarni, uzunligi 500, eniga 200 metrni tashkil etadi. Ushbu loyiha zamonaviy usullar asosida parvarishlanadi. Qovunlarni parvarish davomi 90 kunni tashkil etadi. 90 kun davomida hosillarimiz sug'oriladi, mineral o'g'itlar beriladi va hozirgi kunda mahsulotlarimiz gullash hamda hosil yetishtirish jarayonini tashkil etadi. Ishchilar yana ushbu loyihada 12 ta dehqon xo'jaliklari tashkil etilgan bo'lib, har bir dehqonga o'rtacha 83 sotixni tashkil etadi. Bu yerga lider tadbirkorimiz Odilbobo orzusi kooperativi biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon 1 gektardan 35 tonnagacha hosil oladi.